kerak bo'lsa oxirgi pulini bolamni Toshkentga kvartira qilaman deydigan insonlar ko'radi-da. Ular aka siz mani o'rnimda bo'lsangiz nima qilasiz? Mana shu oddiy. Bizga sudyada o'tirganimiz yo'q, choyxonada o'tirgandik. Siz mani qishloqdagi kerak bo'lsa oxirgi pulini bolamni Toshkentga kvartira qilaman deydigan insonlar ko'radi-da. O'shanaqa insonlar siz uni o'rnida bo'lsangiz, bu risklarni ko'rayotgan bo'lsangiz nima qilishimiz kerak? Shuni aytsangiz bo'ldi. 1, 2, 3. Biz birinchi navbatda hamma o'sha ko'rsatilgan muammolarni, ya'ni birinchi bo'lib fuqaro sifatida sizdan Siz murojaat qilishingiz. siz advokatga murojaat qildingiz. Bo'ldi. Kamida 20 ta shartnomasi bor yaqinlarim bor. Shunday. 20 kishi ham murojaat qilamiz. Sizniki bonus bo'ladida, qolganlar bilan gaplashaveramiz. Xullas, kelganingizda birinchi bo'lib hamma masalani ko'rdik, bildik, shartnomani o'rgandik, tahlil qildik, muammolarni topdik, yechimlarini ham ko'rdik. Buni qog'ozga tushiramiz, bitta chiroyli xat qilamiz. Ichida tabiiyki uni oqibatlarini ko'rsatamiz. Ertaga qanaqa oqibatlar olib kelishi mumkin. Hozirgi aytganingdek, misol uchun, o'n 14 etajdan qavatdan tepasidagi hujjati yo'q bo'lgan va ko'zda tutilmagan holatga odamlardan pul olinishi, bu aldov yo'li bilan pul olish hisoblanadi. Chunki uni hujjati yo'q, asosi yo'q. Hozirgi kunda asosi bo'lgan holatda mayli. Bu demak, firibgarlikka anaqasi bor, moyilligi bor. Demak, jinoyat bo'lishligi ehtimoli yo'q emas. Demak, bu holatlar ham ko'rsatiladi va qurilishni o'sha 200 sonli qaror normalarini bir qator normalar buzilganligi ko'rsatiladi va buni oqibatida ular qanday oqibatlar, aziyatlar chekishi mumkinligini ko'rsatib beriladi. Va u ariza, ya'ni murojaat bevosita quruvchini o'ziga borib muzokaraga o'tkaziladi. Muzokarada ko'proq mana shu narsa ko'proq ommalashmasligi uchun va tega olib ketmasligi uchun biza bilan kelishib tezda pulini to'lab berish harakatini qiladi. Bu bizda bo'layotgan amaliyot, hozir mana Feruza ham aytib o'tgan narsa, asosiy yutuq o'sha ishlardagi shu holatlar bo'lgan. Endi biz ko'proq o'sha murojaat qiluvchi shaxsning manfaatidan kelib chiqib baribir himoya qilishimiz kerak bo'ladi. Endi ommalashishi bu narsani bizni majburiyatimizga kirmaydi. Chunki bizga kelib tushgan buyurtma shundan iborat, ya'ni ariza. Va shu nuqtai nazardan tezroq ishimiz hal bo'ladi, ya'ni beriladi. Agar u bo'lmasa-chi degan taqdirda, unaqada biz qurilish inspeksiyasiga murojaat qilamiz. Qurilish inspeksiyada mana biz bu ya'niki bizni aldab mana shu muddatga beramiz degandan keyin chiqdi. Bunga monelik qilayotgan holat bu litsenziya talablarini rioya qilmadi. 200 sonli qarordagi mana bandlar buzildi. Bundan tashqari quruvchini o'zini litsenzion amalga oshirishi bo'lgan, ya'ni rioya qilishi mumkin bo'lgan majburiyatlari bor edi. Bularga rioya qilmaganligi oqibatida men aziyat chekyapman, men zarar ko'ryapman va bu meni yana ham uzoq muddatga kutishga sabab bo'lyapti. Tabiiyki inflyatsiya bor, boshqa bor. Biz haligi aytgandek oxirgi pulimizni mol holda sotib pul olib berib haligi farzandimizga uy qilib bermoqchi edik, bo'lmadi mana bu narsa. Degan ma'nodagi ariza bilan qurilish inspeksiyasi tekshiruvga o'tadi obyektga. Obyektda tabiiyki aniqlanadi shu o'zi belgilangan normadan ortiqcha qavat qurilayotganligi, hozirgi aytgandek yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmadi, boshqa degan ma'nodagi hamma kamchiliklar aniqlanadi. Kamchilik aniqlangandan keyin unga nisbatan bitta xat yuboriladi va qurilish to'xtatilishi bo'yicha sudga murojaat qilingan holatda suddan qaror chiqariladi. Endi bu degani tadbirkor uchun juda og'ir nuqta. Mana shu joyda to'xtaydigan bo'lsa, undan keyin o'sha jinoyat sudining hukmi chiqishi ham mumkin. Ya'ni firibgarlik yoki boshqa biron bir qonun buzilish holatlari aniqlangan holatda. Va bu risklarga borishligini o'zi biladi quruvchi. Buni juda ham yaxshi biladi. Birinchi borib murojaat qilgan paytimizda Yo bilmaganga oladi, yo bilmay qolsa o'ziga qiyin bo'ladi. O'ziga qiyin bo'ladi. Uni lekin aksariyat holatda biladi. Aksariyat holatda, chunki bu ancha bir necha yildan beri hozir mana qurilish juda ham haligi nima ommalashgan payti, misol uchun kamida bir 5 yil bo'ldida, 10 yil bo'lmagan bo'lsa agar 5 yil bo'ldi kamida. Mana shu 5 yil, 10 yil davomida ancha-muncha quruvchilar o'zi bu narsaga anaqa bo'ldi. Bu holatga yuzaga ko'nikib bo'ldi. Chunki pishdi уже. Bu narsani biladi. Qanaqadir ariza kelib tushadigan bo'lsa, darrovda nima bo'ladi. Mana Yashnobodda shunaqa uy muammosi bo'ldi. Toshkent shahar prokuraturasida haligacha osib turibdi shtab.
shtab bor. Ayni shu bitta uy bo'yicha, bitta kompleks bo'yicha shtab bor. Prokuraturada shtab, shahar prokuraturasiga murojaat qilish shtabi qilib qo'ygan. O'sha yerda fuqarolarni qabul qiladi prokurorlar. Ular uchun alohida qabul bor. Juda katta dolzarb muammo bo'ldi. Bizni tanishlarimizni o'zidan bir 3 ta 4 ta. Endi achinarli joyi 2 ta 3 ta ichida advokatlar ham bor. Haligi arzon.